Assalomu alaykum, hurmatli podkastimiz tinglovchilari. Big podkastimiz bugun 18-soni, xudo xolisa. Orada bir hafta tanaffus oldik, hammanglar bildinglar. Shu tanaffus sababini aytib o'tmoqchiman. Orada vaqtimiz ko'proq ketib qoldi. Podkastni joylash bor, YouTube'ga qo'yish bor, uni olish bor, juda ko'p vaqt oladi. Shuning uchun bir haftada bir marta ko'proq modeldan o'rganishni maqsad qildik. Bundan buyog'iga xudo xolisa, xo'p. Bugundan 5 ta 6 ta model o'rganishga harakat qilamiz. Kuniga o'sha har bir podkastimizda epizodida birinchi o'rganadigan narsamizga o'taveramiz bo'lmasa. Birinchi narsa bugun activation energy deyiladi. Ya'ni bu bir ish harakatni boshlash uchun kerakli bo'ladigan miqdordagi energiya. O'zbekchasiga aytganda. Boshlash energiyasi. Gugurt chaqamiz. Gugurt chaqqanda ishqalanish jarayonida gugurt qizishi natijasida, ya'ni o'sha gugurtdagi nima deydi, porox deydimi, o'sha narsa qizishi natijasida u gugurt yonadi. Yetarli darajada ishqalanmasa, yetarli darajada qizimasa, u gugurt yonmaydi. Xuddi shunaqa narsa. Bizni bir ish harakatda bir reaksiyamizni boshlash uchun bizga ma'lum bir energiya miqdori kerak bo'ladi. O'sha energiyani biz bera olsak, o'sha ish harakat boshlanishi oson bo'ladi. Bo'lmasa o'sha energiya paydo bo'lgungacha ish harakat boshlanmaydi. Qaynash jarayonini olaylik-da, misol uchun gazga qo'yilgan choynakni qopqog'ini shunchaki yopib qo'yasiz. O'sha yopib qo'yganingiz hisobiga choynak tezroq qaynaydi. Ya'ni misol uchun 100 gradusda suv qaynaydi deymiz, suv ochiq holatda 100 gradusda qaynaydi. Ya'ni bosim past bo'lgan holatda undan pastroq gradusda ham qaynashi mumkin-da. Ya'ni misol uchun tog'ning balandliklarida tadqiqotlarga qaraganda, Everest tog'ining cho'qqisida 70 gradusda ham suv qaynaydi. Nimaga desa, bosim pastligi hisobiga. U yerda, demak, boshlash energiyasi miqdori kamroq bo'lar ekan. Nimaga? Bosim pastroq bo'lgani hisobiga, u yerdagi atmosfera bosimi adashmasam yo yuqoriroq yo pastroq, xullas, o'sha hisobiga 70 gradusda qaynashi mumkin ekan. Shunaqa. Bir ish harakat, istalgan bir ish harakatni boshlashga bizga energiya miqdori kerak bo'ladi o'sha ish harakat qilish uchun. Siqib rostlash deyiladi. Press qilamiz, misol uchun yotib o'rnimizdan gavdamiz bilan turish, hech narsani ushlamagan holatda turish. Shuni qilish qanchalik qiyin, misol uchun. Kimlar uchundir juda qiyin, kimlar uchundir oson. Qilib yurgan odamga oson bo'lishi mumkin, qilmagan odamga qiyin, lekin qilib yurgan odam ham, shu narsani press qilib yurgan odam ham 100 tadan keyin qiynalib qoladi. Adashmasam 9-10 sinfdaligimizda 2016-17 yillarda shu narsa bilan jiddiy shug'ullanganman-da. O'shanda 100 tadan u yog'iga o'ta olmasdik-da. Boshlash uchun shu jiddiy shug'ullanmoqchi bo'ldik. O'zimizcha rekord qo'ymoqchi bo'ldik, yana bir narsalar qilmoqchi bo'ldik. 100 tadan u yog'iga o'tish qiyin bo'ldi, juda qiyin bo'ldi. Lekin 100 tadan o'tib olgandan keyin-chi, 100 tadan o'tib olgandan keyin o'sha boshlash energiyasi shu darajada qiyin ekanki, 100 taga yetib olganingizdan keyin og'riq dahshat bo'ladi. Qorinda, press muskullarida, qorin muskullarida og'riq shu darajada dahshat bo'ladiki, siz u og'riqqa chiday olmaganingiz hisobiga shunchaki to'xtatib yuborasiz. 100 tadan o'tib ko'rdim, bir necha marta o'tib ko'rdim. Lekin u qorin og'rig'i o'sha ketar ekan. Ya'ni o'sha muskuldagi og'riq umuman, ya'ni bez deymizmi, umuman og'riq sezmaydigan holatga kelib qolar ekan. O'shandan keyin siz nechta bo'lsa ham ketaverar ekansiz. U yog'i boshingiz aylanmasligi yoki o'zingiz umuman charchash energiyangizga bog'liq. Qanchalik energiyangiz ko'p bo'lsa, shunchalik davom etib ketaverasiz. Men o'zim rekordim 430 dan shunaqa qilganman. Shu yotib press qilish, misol uchun. O'sha energiya, demak, boshlash energiyasi, o'sha narsa bilan professional shug'ullanmoqchi bo'lganman o'zimcha. 100 tadan u yog'iga bez bo'lib qolar ekan. Rekord qo'yganlar ko'rganmiz. 2000 ta, 3000 ta. Bu 2000 ta, 3000 ta shunchaki odamning energiyasiga bog'liq. 100 tadan u yog'iga hech narsani sezmay qoladi. Badan o'sha press muskullari hech nimani sezmay qoladi 100 tadan u yog'iga. O'zim boshimdan o'tkazgan narsam, demak, boshlash energiyasi o'sha 100 ta pressdan, misol uchun, o'shaning energiyasini bera olsak, u yog'iga ketaveramiz. Og'riq bo'lmaydi. Yoki muzdek dush qabul qilish yo'lingda qancha jur'at kerak bu narsani qabul qilish uchun. Ertalabda ham kun sovuq, hozir misol uchun qishda olamiz bu podkastda. Sovuq kunda ertalab muzdek dush qabul qilish uchun qancha jur'at kerak? Katta ehtimol ko'pchilik ola olmaydi. Lekin bir marta o'rganib olgan odamgacha desa, qish kunidan, u yoz kunidan qizig'i yo'q. U narsa, ya'ni muzdek dush beradigan energiyani, muzdek dush beradigan dopaminni biz undan voz kechib yorishimiz qiyin bo'ladi. O'zim yozda o'rganib qoldim shu narsaga.
o'tgan yil yozda shu narsani har kuni ertalab qilishga o'rganib qoldim. Tashlash qiyin bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi. Men sentyabr oyida kunlar sovigani hisobiga tashlab yubordim. Bo'lmasa bilmasdim, balki tashlamasdim ham. U energiyani hech qayerdan ola olmaysiz. Boshlash energiyasini bera olsangiz, o'sha boshlashda bir marta, ikki marta o'sha narsani bera olsangiz, u yog'iga avtomatik davom etadi. Bir narsani boshlash, uni davom ettirishdan ancha qiyin. Davom ettirish oson. Boshlab olsak bo'ldi ekan demak. Boshlash oson ekan. Adashdim. Boshlashni amalasak qolgani oson ekan demoqchiman. Bitta istalgan ishni niyat qilib boshlay olmaydiganlar ko'p bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bu narsaga kerakli energiya yetishmaganidan bo'ladi bu narsa. O'tgan epizodimizda gaplashdik. Friction and viscosity degan narsani gaplashdik o'tgan epizodimizda. Bu nima degani edi? Qarshilik degani edi. Bir ishni qilishimizda bizga keladigan qarshilik o'sha ishni boshlashimiz uchun. O'sha qarshilikka kuchimiz yetmaganidan bo'ladi. O'sha energiyamiz o'sha qarshilikka yetmaganidan bo'ladi. Hozir men video olishga qancha qiynalaman. Bitta abzas yozsam bo'ldi deb post yozaman, misol uchun. Post yozganimda bilmayman, balki 10-15 ta abzasli post yozaman. 1000-2000 ta so'zi bo'ladi. 2000 ta bo'lmasa ham 1,5 mingtacha taxminan so'zi bo'ladi bitta postimda. O'sha post yozishga haligacha qiynalaman. Yillardan beri yozaman shu narsani. Lekin haligacha qiynalaman shu narsani yozishga. Men videoni olishni ham, misol uchun, videoni olishda 18-sonimiz hali bu. Misol uchun, undan oldin qancha video olganman? 300 dan ortiq onlayn darslar olganman. 400 balki undan ham oshiqroqdir, 500 tadir balki. Haligacha qiynalaman. Qanaqa qilib boshlayman desa, bitta model o'rganaman, bitta model o'rgataman deb boshlayman. Yo'q, sekin davom etib ketaveradi. Boshlashimni o'zi muhim. Boshlay olsam, demak, boshlashga energiyamni berib olsam, qolgan qismi o'zi olib ketadi. Ya'ni bitta qoniqish hissigacha yetib olsam bo'ldi. Men o'zim qolgan ishimdan bitta qoniqish hissini olsam bo'ldi, davom etib ketaveradi o'zi. Nima ish qilsak ham davomiy bo'lishini xohlaydigan bo'lsak, o'sha birinchi mukofotiga yetib olsak, demak, u yo'q o'zi davom etib ketaveradi. O'sha birinchi mukofotiga ham yetib bormaymiz, ko'pincha qolib ketadi. O'sha birinchi ishimiz davomiylik qolib ketadi bizda. O'tgan safar aytdim, adashmasam o'tgan safargi podkastimizda aytdim. Matematikani yoqtirmaydiganlar ko'pincha bilmaydiganlar bo'ladi. Nimaga desa, matematikani yoqtirgan odam ko'pincha usta odam bo'ladi-da. Ya'ni ozgina bilganingizdan keyin, bir narsani ozroq bilganingizdan keyin, u narsada usta bo'lganingizdan keyin u sizga energiya beradi-da. U narsadan boshqalardan ustunsiz. Misol uchun, zo'r shaxmat o'ynaydigan odam shaxmat o'ynashni yoqtiradi. Nimaga desa, u ustada boshqalarni yutib qo'ya oladi. Matematikada ham zo'r misol ishlaydigan, zo'r formulalarni joy-joyiga qo'ya oladigan odam, aqlli odam matematikani yoqtiradi. Chunki biladi, u qolganlardan ustun. Bir narsada qolganlardan ustunligimizni his qilsak, misol uchun, bir narsada qolganlar qila olmaydigan darajadagi ishlarni qilishimizni ko'rsak, o'sha mukofotini olsak, dopaminni olsak, u narsani yoqtirmay qo'yishimiz qiyin bo'ladi. Matematikani bilmaydiganlar demak, yoqtirmaydi odatda. Biladiganlar keyin yoqtirib qoladi. Undan voz kechish qiyin bo'ladi. Ya'ni bir narsani oldin usta bo'lib, bir narsada o'quvchilarga aytamiz, bir narsada oldin usta bo'l, ana keyin yoqtirmasa ham bo'ladi. O'quvchilarimiz aytadi, jonimga deydi, o'qigim kelmayapti deydi. Sen xo'p ol, 7,5-8 olib qo'y, keyin yoqtirmasa ham bo'ladi. 7,5-8 olgandan keyin yoqtirmay qolmaydi-ku. 7,5-8 olgandan keyin yana olgisi keladi-da. Chunki qarasa ustun bo'ldi, sinfdoshlardan ustunroq bo'ldi, yaxshiroq javob beryapti, yaxshiroq test ishlayapti. Kinolarni yaxshiroq tushunyapti kerak bo'lsa, misol uchun. Energiyani bera olsa, boshlash energiyasini bera olsa, kishi mukofotgacha yetib olsa, u yog'ini ishni o'zi olib boradi. Ishni o'zi sizga motivatsiya beradi. Ishingiz qilayotgan ishingiz o'zi motivatsiya beradi, sizni davomiyligingizni o'zi ta'minlab beradi. Til o'rgandim. 2 yilcha bo'ldi taxminan. Sekin o'qirdim, juda sekin o'qirdim. Boshlashda bir adashmasam 4 soat, 5 soat vaqtim sarflab, menga 5 soat bo'lmasa ham 4 soatcha vaqtimni sarflab 10 betmi, balki uncha ham o'qiy olmasdim kitob. O'sha tilda. Endi bunaqa 5 soat, 4 soatlik sessiyalardan bir taxminan 1 oycha davom etdi. 1 oy har kuni shunaqa davom etdi. Adashmasam 4 soatdan, 3 soatdan balki. Keyin kamayib 2 soatga tushdi. 1 oydan keyin sal tezlashdim. Hozir o'zbek tilida qanaqa tez o'qisam, xuddi shunaqa tez o'qiyman. Bu tilda ham. Deyarli xuddi shunaqa. So'zlar balki undan ham tez, o'zbek tilidan ham tezroq o'qishim mumkin. Chunki asosan shu narsa bilan band bo'laman hozir. Shunaqa. Demak, boshlashda biz boshlashimiz doim qiyin. Bitta mukofotgacha yetib olgunimizcha harakat qilsak, mukofotni o'zi olib ketadi bizani. Qilishimizga arziydigan narsa, bir narsani qilishga arzisa, birinchi marta xato qilsak ham arziydi. Birinchi marta rasvo qilsak ham arziydi. Biz ko'pincha boshlash energiyamiz nimaga yetmaydi desa,
Shu xato qilishdan qo'rqamiz, noto'g'ri qilishdan, kimgadir yoqmaydigan qilib qo'yishdan, o'zimizga yoqmaydigan qilib qo'yishdan qo'rqamiz, qilmaymiz. Lekin u aslida qilishimizga arziydigan ishda. Yoshligida men misol uchun bolalar hammasi yurishni o'rganadi. O'zimiz ham yurishni o'rgandik misol uchun. Yurishni o'rganish arzir ekan, 1000 marta yiqilsak ham qayta-qayta yuraverardik-da. O'g'limni ko'raman hozir. Necha marta yiqilsa ham qaytadan turadi, qaytadan yuradi-da, umuman qaytmaydi. Boshini uradi, boshqa qiladi. U xohlagan joyi bilan yiqilib tushishi mumkin, lekin baribir to'xtamaydi u. Qayta-qayta qilaveradi. O'sha xislatimiz aslida fitratimizdan bor. Bir narsa qilishimizga arzisa, 10 marta kerak bo'lsa noto'g'ri qilishimizga arziydi. 100 marta kerak bo'lsa noto'g'ri bajarishimizga arziydi. Atalabdan noto'g'ri qilmaymiz, lekin o'sha 100 marta noto'g'ri bajarsak ham u arziydi qilishimizga. Chunki umuman arziydi qilishga. Shuning uchun perfeksionistlar kerak bo'ladigan, talab qilinadigan energiyani oshirib yuboradi. Perfeksionistlar chunki bir ishni zo'r qilish xohlaydi. Zo'r qilish xohlagandan keyin unga kerak bo'ladigan energiya ham zo'r bo'lishi kerak-da. Energiya baland bo'lib ketadi. O'z-o'zidan yomon bo'lsa ham qila olmay qoladi-da. Bu yoqda yomonroq qilayotganlar u perfeksionistdan ko'ra ancha kuchayib ketadi uzoq muddatda. Hozir bizni bir ishimiz energiyamizni olsin. Hozir boshlanish paytida olsin. Har qanaqa ishimiz. Qilishimiz kerak bo'lgan har qanaqa ishimiz bizdan hozirgi energiyamiz olsa, mukofotga yetib olganimizdan keyin o'sha energiyamizni bizga ortig'i bilan karrasiga qaytaradi. 10 barobar kerak bo'lsa 100 barobar qilib qaytaradi. Qilishni arziydigan, ya'ni bajarishga arziydigan ishlar 100 barobargacha kerak bo'lsa, balki undan ham ko'proq barobar qilib bizni bergan energiyamizni qaytarib berishga yordam beradi. Birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. Demak, bir ishni qilmoqchi bo'lsak, mukofotigacha yetib olgunimizcha chidasak yetarli ekan. Bir ishni boshlash uchun energiyamiz yetsa, davom ettirishga energiyamiz aniq yetar ekan. Faqat u mukofotga yetib olishimiz uchun. U mukofotga yetib olishimizga bog'liq ekan. Mukofotga yetmasdan tashlab qo'yishimiz ham mumkin. Shunaqa ekan. Xo'p. Birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. Ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi catalyst deyiladi, ya'ni o'zbekchasiga katalizator. Bu ham kimyoviy reaksiyalarga oid narsa. Bu nima desa? Istalgan bir reaksiyani tezlashtirib beruvchi, lekin o'zi reaksiyada aralashmaydigan qurilmani katalizator deydi. Kimyoda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak bu narsani. Reaksiyaga aralashmaydi, lekin reaksiyani jarayonini tezlashtirib beradi. Reaksiyaga kerak bo'ladigan, talab qilinadigan energiyani kamaytiribroq beradi. Misol uchun jamoani oldida va'da berasizmi, jamoangiz bor. Qayerdadir ishlasangiz, o'sha qayerdadir ishlagan joyingizda yoki sinfdoshlaringiz yoki kursdoshlaringiz qaysidir kurukda va'da berasiz. Va'da beraman, men ish qilaman men. 10 kunda men ish qilaman yoki 100 kunda men ish qilaman deb turib va'da berasiz. O'z-o'zidan ularni oldida uyalganingizdan shu va'dangizni bajarishga harakat qilasiz. O'sha sizni bergan va'dangiz sizni ishingizni tezlashtirib beradigan katalizator bo'ladi. U va'da sizga ishingizga aralashmaydi u va'da, lekin sizga o'sha kuch beradi. O'sha narsa katalizator deyiladi. Tanamizda fermentlar bor. Fermentlar nima desa, fermentlar hazm qilish jarayonini tezlashtiradi, moddalar parchalanishini osonlashtiradi, energiya aylanish jarayonini, ovqatimizni yeymiz, sraz energiya keladi bizga. Shu energiya aylanish jarayonini yegan ovqatimizni tezlashtirib beradi. Shu narsa katalizator, lekin o'zi jarayonda aralashmaydi. Shu narsani ferment deymiz. Shu narsani katalizator deymiz. Biz o'rganyapmiz, hozir modellar o'rganyapmiz. Aqliy modellar, fikrlashdagi nuqsonlarni o'rganib chiqdik misol uchun. Bu nima desa, bu ham katalizator. Nimaga kerak desa, muammolar osonroq yechamiz bu narsani. Muammolar yechishimizda aralashmaydi bu narsalar. Lekin osonroq yechamiz shu narsalar bilganimiz uchun. Bular bizga muammo bo'lib bermaydi. Muammoyimiz bular hal qilib bermaydi. Biz shularni bilishimiz bizga yechishimizga yordam beradi shu narsalar. Yoki prinsiplarimiz, o'zimizning qanaqadir qadriyatlarimiz bor. Men yolg'on gapirmayman deysiz yoki men mas'uliyatliman, hech qayerga chiqib bormayman deysiz. O'z-o'zidan qarorlar tezroq qabul qilishingizga yordam beradi bu narsalar. Jarayonda aralashmaydi, lekin sizni qaror qabul qilishingizga yordam beradi. Ikkilanayotgan paytingizda misol uchun ish tanlashingiz kerak-da, bitta ish qilishingiz kerak, yolg'on gapirasiz, foyda ko'proq, bitta ish qilishingiz kerak, boshqa ish qilishingiz kerak, foyda kamroq, lekin yolg'on gapirmaysiz. Qadriyatingiz yolg'on gapirmaslik. O'z-o'zidan ikkinchi ishni tanlaysiz. Xuddi shunaqa narsa. Bizning prinsiplarimiz, bizning qarorlarimizni osonlashtirib beradi. Bu ham katalizatorlar. Kimdir bergan maslahatda katalizator bo'lishi mumkin. U maslahat sizga ishingizni qilib bermaydi siz o'rningizga, lekin siz o'sha maslahat sabab o'sha muammongizdan chiqib ketishingiz mumkin. To'g'ri maslahat. O'qiydigan kitoblarimiz katalizator bo'lishi mumkin. Kurslarimiz, podkastlarimiz katalizator bo'lishi mumkin. Hozir foydasini aniq bilmasak ham qachondir katalizator bo'lib beradi bu narsalar. Chunki o'rganamiz. Yaxshi tanishlarimiz borligi katalizator bo'lishi mumkin. Nimaga? Masalan, kasal bo'lib qolsangiz,
To'g'ridan to'g'ri doktorga bormaysizda. Avval telefon qilasiz o'sha eng yaqin o'rtog'ingizgami, eng yaqin qo'shningizgami, tanishingizgami, shu yaxshi tanishingiz borligida. Shu yaxshi doktor tanishingiz bor, o'shanga telefon qilasiz, mana shunaqa holat bo'lyapti. Qaysi doktorga boring yoki nima qiling? U aytadi, "Mana bu doktorga bor, mana bu joyga bor." Yoki "Mana bu dorini ich, mana buni qil, mana buni qil." Siz doktorga borish jarayonida ikkilanib bormaysiz. Aniq bilasiz qaysi doktorga borishingiz kerakligini, aniq bilasiz qaysi dorini ichishingiz kerakligini, hech bo'lmasa nima qilishingiz kerakligini aniq bilasiz. Jarayon tezlashadi. Yaxshi tanishlaringiz borligi katalizatr. Biznes boshlaysizda, biznes boshlayotganingizda qiynalyapsiz. Lekin sizga yana bitta qo'shningiz bor, biznesni zo'r biladigan, anchadan beri zo'r biznes yurg'izib kelayotgan qo'shningiz bor. Shu odam sizga katalizator bo'lib berishi mumkin. Nimaga desa, u odam biladi qanaqa muammolarga yuzlashishingiz mumkinligini. U odam biladi biznesda qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishish mumkinligini. Sizni katalizatoringiz bo'lishi mumkin o'sha odam. Yaxshi reputatsiya katalizator bo'lishi mumkin. Reputatsiya nima? Obro'. Yaxshi nom bilan tanilganingiz uchun atrofingizdagilar sizga boshqacharoq muomala qiladi. Bitta qo'shnim emas, bir tanishim bor. Yaxshi nom bilan tanilgan. Shunaqa darajada yaxshi nom bilan tanilganki, bankrot bo'lgan, do'konlari yopilib ketgan hammasida. Noldan yana boshqatdan do'kon ochish kerak bo'lgan. Shu bergan uni tashqaridagi odamlar orasidagi obro'si butun hamma yangi kirib borayotgan sohasida, misol uchun yangi biznes qilyapti, yangi do'kon ochyapti. Puli yo'q, bankrot bo'lgan, o'sha holatda yana tiklanib olishiga sabab bo'ldi. Chunki odamlar ishonib unga mahsulotini berdi, tekinga. Sotgandan keyin olib berishga pulini. Shunaqa qilib yaxshiroq biznes boshladi yana ham. Noldan tiklanib oldi yana. Pul katalizator bo'lishi mumkinmi pul? Pulni ishlatsa katalizator bo'lmaydi. Lekin pulli borligi katalizator bo'lishi mumkin. Hozir aytganimizdek, jarayonda aralashgan narsa katalizator bo'lmaydi. Jarayonda aralashmasligi kerak. Lekin tezlashtirish kerak jarayonni. Hozir aytganimizdek, tanishlarimiz, obro'yimiz, yana boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Hozirdagidek pul. Xo'p, pul uyingizda, misol uchun oilangiz bor, boqishingiz kerak. Oilangizni 1 yillik ro'zg'orga yetadigan pulni alohida qo'yib, ana keyin ishingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ana keyin hobbi qilsangiz bo'ladi. Ana keyin biznes boshlasangiz bo'ladi. Boshqa pulga, u pulga emas. Ya'ni o'sha ro'zg'orga yetadigan 1 yillik pulni qo'yib, iqtisodiy yostiqcha deydi bu narsani. Boshqa ishlaringizni qilsangiz bo'ladi. O'zingiz xohlagan bir yo'nalishda ketsangiz bo'ladi. Sohangizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Biznes boshlasangiz bo'ladi. Bu katalizator bo'ladi bu ishlarni qilishingizda. Chunki miyangiz toza bo'ladi. Miyangiz boshqa narsalarni o'ylamaydi. Sizga risk qilishga imkoniyat ko'proq bo'ladi. Chunki qo'rqmaysiz, sizni tikayotgan pulingiz oilangiz ro'zg'origa boshqasiga ta'sir qilmaydi yaqin 1 yil ichida hech bo'lmaganda. Qo'rqmaysiz, yaxshiroq harakat qilasiz. Xuddi shu narsa katalizator ekan. Xo'p. Ikkinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shu edi. 3-inchisiga o'tamiz endi. 3-inchisi ham bir juda zo'r narsa ekan. Ingliz tilida alloying deydi. Alloying. O'zbekchasiga qotishma metodi, qotishma modeli. Nima degani bu? Po'lat bor, temir bor. Qilichlar po'latdan yasalgan, temirdan emas. Nimaga desa? Temir yetarli darajada qattiq bo'lmaganda, po'lat yetarli darajada qattiq ekan. Demak, nimaga desa? Temir bitta moddadan tashkil topgan. Temir moddasidan tashkil topgan. Temir materiallar, misol uchun, po'latchi esa po'lat bir nechta moddalardan tashkil topgan. To'g'ri, 90, adashmasam 90 dan oshiq foizi temir, lekin ichida karbon degan metal, modda bor. Nikel degan metal bor. Yana qo'shimcha bir nechta metallar bor ekan. Shu narsalar u po'latni qattiqligini ta'minlab berar ekan. Shu narsalar aralashgandan keyin u yetarli darajada qattiqlikka ega bo'lar ekan. Alloying nima deganisi? Alloying bu kuch, bu soflikda emas. Kuch bu yagona narsada emas demoqchi. Ya'ni bitta narsani sof bo'lishida kuch emas. Kuch u yerda emas demoqchi. Bir nechta narsalarda bo'ladi. Oltin bor, tilla deymiz, ha. Tillaning eng ko'p tarqalgani 585 propolis. Nimaga desa? Bu taqinchoqlar yasashda, zargarlik buyumlar yasashda eng ko'p tarqalgani. Nimaga? Bu narsa bilan bunaqa turdagi 585 probali tilla bilan taqinchoq yasasangiz, uncha-munchaga u shaklini o'zgartira olmaydi. Taqinchoqlar qo'lda, misol uchun bo'yinga yoki quloqqa taqilsa, misol uchun odam bilan ko'p munosabatda bo'ladi-da u narsa. Suv bilan, yana boshqa narsalar bilan ko'p munosabatda bo'ladi. Bu 585 probali uncha-munchaga o'zini shaklini o'zgartirmaydi ekan, uncha-munchaga o'zini
o'zgartirmaydigan metal tilla. Bu o'zi aslida 58% tillasi bor ichida. Qolgani boshqa metallar. U yetarli darajada qattiq bo'lishi uchun 585 dan ishlatiladi. Undan boshqa probalilar ham bor, misol uchun 780 probali bor, 999 bor, misol uchun. Undan yasalmaydi. Chunki 999 probali oltin yombilari bo'ladi. O'sha yombilarda misol uchun o'sha yombini olib otib yorsangiz, misol uchun qattiqroq otsangiz, yerga otsangiz, misol uchun qaysidir burchagida xuddiki qiyshayishlarni ko'rasiz-da. O'zgarib qoladi shakli. Sal-pal bo'lsa ham o'zgaradi. Ozgina bo'lsa ham o'zgaradi. Chunki otganingizda u o'zini vazniga kerak bo'lsa, uni darajada qo'lda yumshatib, qo'lda bunday misol uchun siqqanimizda shakli o'zgarib qolmaydi, lekin baribir o'zgartirishi mumkin. Temir bilan yoki bitta bolg'a bilan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin shaklini. Shu 999 probali. Shunaqa. Qiziquvchanligi o'zi yetarli emas. Buni qaysi sohalarda qo'llasak bo'ladi? O'sha hozirdagi kuch bu nima deydi? Soflikda emas. Bitta narsada emas, ya'ni qiziquvchanlik o'zi yetarli emas. Faqat qiziquvchan odam zo'r bo'lib ketadi degan qoida yo'q. Disiplinangiz bo'lmasa, ya'ni intizomi bo'lmasa, o'sha qiziquvchan odam aqlli bo'lib ketish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Yetarli darajada o'zi xohlagan natijalarga erisha olmasligi mumkin. Zakovat jamoalarini qaraylikda. Bir nechta odam, misol uchun 6 ta odam bo'lsa, 6 ta odam 6 xil sohadan xabardor bo'lsa, jamoalar juda tez, muvaffaqiyatli bo'ladi-da. Savollarni topish oson bo'ladi-da. Chunki 6 xil sohada u. Bittasi misol uchun doktorlikdan xabari bo'lsa, sud med ekspert bo'lsa, misol uchun o'liklarni tekshiradigan, yana bittasi yurist bo'lsa, yana bittasi tarixchi bo'lsa, yana bittasi tilshunos bo'lsa, yana bittasi yana adabiyotshunos deymizmi? Shunaqa bo'lsa, ularni yengishi o'zi deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Ularga har qanaqa savol oson bo'lishi mumkin, chunki har xil sohadan bor. Ya'ni qotishma metodi shu narsani aytadiki, bir nechta xarakterlarni o'zida jamlash muvaffaqiyat kaliti ekan. Qanaqa bo'ladi? Faqat risk qilishga moyilligi bor odam risk qilaverib, bilmadim, balki o'zini o'limga yetaklashi mumkin, qo'pol qilib aytganda. Faqat risk qilishi, o'zini bilishi yetarli emas. Qachon risk qilishini bilish kerak. Aqlli risk qilishni bilish kerak. Qayerda risk qilishni bilish kerak. Bu yaxshiroq qarorlarga olib boradi. Bitta ko'nikmani o'zi yetarli emas bizga hech qachon. Yoki faqat tarbiyada qattiq qo'llik qilish kerak degan qoida bor. Ko'pchilik aytishadi, bolaga qattiq qo'lroq turish kerak. Xo'p, qattiq qo'lroq turganingiz bilan qachondir yumshoqroq gapirishingiz kerak. Bola sizga sirni aytmaydi. Nima qilasiz keyin? Katta bo'lganda bolam men bilan gaplashmayapti deb yurasizmi? O'zi boshida faqat qattiq qo'llik qilganingizdan keyin shunaqa bo'ladi-da. Faqat qat'iyatli odam afsuslanishlar ko'p bo'ladi. Chunki bitta ish qiladi, davay qat'iyatli bo'ladi, oxirgacha shu ishni qiladi. Keyin bundoq qarasa, bu bekor shu ish qilman degan narsa bo'ladi keyin orqaga qaragan paytda. Qat'iyatli bo'lgani uchun bitta ishdan qaytmaydi. Bitta fikrda turadi. Lekin tafakkur qilish ham kerak, misol uchun. Yo'l-yo'lakay tafakkur qilib, o'zi qilayotgan ishim to'g'rimi, noto'g'rimi, men qayerga ketyapman o'zi degan narsani bilish undan ham muhimroq kerak. O'zi qat'iyatlikdan ham ko'ra muhimroq narsa deb o'ylayman men. Bolaga yoshligidan hunar o'rgatish kerak, misol uchun. Nimaga o'rgatish kerak esa? Bola bitta sohada tor mutaxassis bo'lib qolganda, fikrlashi boshqacha bo'ladi. Yoshligida hunar o'rganib, keyin bitta mutaxassislik tanlasa, umuman boshqacha bo'ladi. Ya'ni hunar o'rgangan bola aqlliroq bo'ladi kerak bo'lsa. Hunar o'rgangan bola kerak bo'lsa, fikrlash jihatdan kuchliroq bo'ladi. Bir sohani o'zini o'rgangandan ko'ra. Faqat ishni qilishni bilish yetarli emas. Ishni zo'r qilish o'zi yetarli degani yo'q. Zo'r mutaxassis bo'lish uchun ishni zo'r qilish kerak degan umuman qoida yo'q. Zo'r mutaxassis bo'lish uchun kerak bo'lsa, muomalani ham bilishingiz kerak. Zo'r arxitektorda siz tasavvur qiling, dahshat ish qilasizda, lekin muomalangiz yo'q. Siz ishlatmaydi odamlar. Muomalangiz yo'qligi uchun. Ingliz tilida bir anaqa bor. Maqolmi? Shunaqa narsa bor. Too much of a good thing is a bad thing. Nima degani bu desa? Bir narsani ko'pi zarar. Yaxshi narsani ham ko'pi zarar. Yaxshi narsani ham ko'pi yomon narsaga aylantiradi o'sha narsani. Asal yaxshi narsa, misol uchun oshqozonni ishlashini yaxshilaydi, hazm qilish jarayonini to'g'rilaydi, odamzodni ichini tozalaydi deydi, misol uchun. Ko'p asal yesangizchi, bu narsa sizni kasalligingizga sabab bo'ladi. Sahar bo'lib qolishingiz mumkin, sahar deydi. Qand kasalligiga olib borishi mumkin.
Boshqa kasallikligi ham bo'lishi mumkin. Bolani aytganini qilish kerak. Xo'p, bolani aytganini qilish kerak. Meni bir tanishim bor, faqat bolasini aytganini qilgan. Har doim qilgan, 100% aytganini qilgan. Og'zidan chiqqan narsasini muhayyo qilgan. Hozircha aytsa, hozir bolalari shu darajada o'jar bo'lganki, o'zi chidolmaydi o'zi. O'sha bolalariga. Qattan bilamiz bu narsani qachon qo'llash kerakligini. Xo'p, bir ish qilyapsiz. Nimani qo'shsam shu ish yana ham yaxshiroq bo'ladi. Qaysi xarakterni qo'shsam yoki qaysi ko'nikmani qo'shsam yana ham yaxshiroq bo'ladi bu narsa. Degan narsani savolini bersak, demak biz yana ham kuchayar ekanmiz. Yana ham yaxshiroq qarorlar qilar ekanmiz. Yana ham yaxshiroq ishlar ekanmiz. Yana ham kuchliroq bo'lar ekanmiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, 3-chi narsa shu edi. 4-chi narsaga o'tamiz. Natural selection and extinction deyiladi bu narsa. Tabiiy tanlanish va yo'qolib ketish haqida gaplashamiz. Tabiiy tanlanish nima degani? Tabiiy tanlanish degani muhit mavjud xarakterlar orasidan ayrimlarini afzal ko'radi. O'sha ayrimlari yaxshiroq mukofotlaydi, yaxshiroq mukofot oladi. Ya'ni misol uchun qaysidir xarakterlar yaxshiroq mukofotlanadi muhit sababidan. U yangi xarakter yaratmaydi, shunchaki tanlaydi borlarning ichidan. O'sha afzal ko'rilgan xarakterlar ko'proq avlod qoldiradi, ya'ni ko'proq yashaydi demoqchi. Yo'q bo'lib ketish nima desa, yo'q bo'lib ketish muhit o'zgarishi juda tez bo'lgan paytda bo'ladi. Yo'q bo'lib ketish o'sha muhit o'zgarishi juda tez bo'lganda moslasha olmaydigan xarakterlar mavjud bo'lganda bo'ladi. Xo'p, endi qarang, buni qanaqa tushuntirish mumkin? Internet kirib kelgan paytda, internet sekin kirib kelgan paytda kim kompyuterni o'rgangan bo'lsa, o'sha odam oldinga chiqdi-da. Mana bu tanlanish, mana bu xarakter. Kompyuterni bilgan odamlar qadrliroq bo'ldi o'sha paytda. Mana AI bilan, ya'ni sun'iy intellekt bilan avtomatlashtirish tez kirib kelgan paytda moslashmagan kasblar yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketyapti hali ham misol uchun. Qaysi kasb moslashmagan bo'lsa, o'sha kasb yo'qolib ketadi. O'sha odamlar yo'qolib ketishi mumkin o'sha kasbdagi. Karantin bo'lganini olaylik-da, misol uchun karantin bo'ldi 2020-yilda. Darslarni onlaynga o'tkazgan o'quv markazlar hali ham gigantlardan. Ha, onlaynga o'tmaganlarchi? Qachon karantin tugasa o'shanda davom etamiz deganlar, moslashmaganlar ko'p yopilib ketdi. Juda ko'plab o'quv markazlari yopilib ketdi, men bilganlarim ichida. Demak, muhit qaysidirlarini afzal ko'radi. Qaysidir xarakterlarni ko'proq mukofotlaydi. O'sha mukofotlangan xarakterlar ko'proq yashaydi. Endi o'sha ko'proq mukofotlanayotgan xarakterlarga moslashishga harakat qilmaslik o'lishga olib boradi. O'sha bozorda yoki o'sha muhitda. Uzoq vaqtda baribir o'lib ketadi. Sun'iy intellekt o'qituvchilardan yaxshiroq dars o'tadigan bo'lib qoldi. Hozir men o'qituvchi bo'lganim uchun bu narsani aytib o'tishim kerak deb hisoblayman. Uncha o'qituvchilardan sun'iy intellekt yaxshiroq dars o'tadi. Endi kim sun'iy intellektni darsida qo'llasagina, o'sha odam sun'iy intellektdan yaxshiroq dars o'tishi mumkin. Endi qo'llamaydiganlarchi, katta ehtimol yaxshi dars o'ta olmaydi. Shu sun'iy intellektni qo'llaganlargina yashab qolish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Chunki sun'iy intellekt shu darajada aql bovar qilmas darajada yengillikda imkoniyatlar beryaptiki, u narsani qo'llamagan o'qituvchi ortda qolib ketadi. O'z-o'zidan bozordan chiqib ketishi ham mumkin. Hayot hech kimni jazolamaydi. Shunchaki mos kelmaydiganlarni chetga chiqarib qo'yadi. Bir sohada doimiy rivojlanish bo'ladi. Har bitta sohada doimiy rivojlanish bo'ladi. Endi qaysidir ko'nikmalar muhit sababidan ko'proq rag'batlanadi. O'sha rag'batlangan hisobiga ko'proq yashab qolar ekan. O'zini ustida ishlamaydigan kasb egalari doim bitta joyda turganday his qiladi o'zini. Lekin aslida ular bitta joyda turmayapti. Ular shunchaki ortda qolib boryapti. Muhit oldinga o'tib ketyapti. Qachondir ular chetga chiqib qoladi, qachondir ular bozordan chiqib ketadi. O'sha muhitda umuman ularga joy qolmaydi. Mahallamda bittagina sartaroshxona bo'lardi, yoshligimda, kichkinaligimda. Hali ham o'sha bitta turibdi, o'sha bittagina sartaroshxona bo'lardi. Borardik, sochimizni oldirardik. O'zi 2tami, 3tami uslubi bor. Bizning yoshligimizda polbox degan bir uslubi bo'lardi, yana bir boshqacharoq uslub bo'lardi. Bo'l deydi. 3tami shunaqa uslub borardi. Soch kaltalashda. Keyin bozor tarafga tushib ko'rganimda boshqa sartaroshxonalarda, demak, boshqacharoq olish mumkinligini ko'rdim. Boshqasiga o'tdim. 7-8 yoshim, balki undan ham keyin 10-11 yoshim balki. Keyin 14-15 yoshimda yana boshqachasi ko'rdim. Qarasam,
borganida bir marta, ketganida bir marta, ketayotganida bir marta boshini yuvib qo'yish mumkin ekan. Shunaqa xizmatlari bor ekan. Sartaroshlar. Yana boshqasiga o'tdim. Keyin to'yim bo'ldi. To'yimda o'zim o'sha borayotgan sartaroshxonamga borsam, qilib qo'ya olmaymiz, ilojimiz yo'q dedi. Demak, qo'lidan kelmas ekan shu narsa, boshqa sartaroshga borishga to'g'ri keldi. U sartaroshning muomalasi yoqmadi menga. U muomalasi yoqmaganida yana boshqa sartaroshga borishga to'g'ri keldi. Hozir borayotgan sartaroshim shu oxirgisi, to'yimdan keyin tanlaganim. O'sha shu paytgacha borgan nechta sartaroshga borgan bo'lsam, hammasidan boyrog'i shu bola. Hammasidan ko'ra muvaffaqiyatliroq shu bola. Nimaga desa, har doim oldida odam bor. Har doim telefon qilaman, oldida odam bo'ladi. Borganlarim ichida eng boyi. Lekin telefon qilaman, muomalasi zo'r. Boraman, gaplashaman. Menga yoqadi, misol uchun. Shu bola qolganlardan ko'ra ustunroq. Shu ko'nikmalar borligi, men hozir aytib o'tgan ko'nikmalarim borligi, o'sha sharoitlar borligi, o'sha boshini bir marta boshida oxirida yuvib qo'yishi kim uchundir kulgili tuyulishi mumkin. Biz yoshligimizda bu narsalar yo'q edi. Hozir bor. O'sha ko'nikmalar borligi, o'sha sharoitlar borligi uni eng yaxshilaridan bittasi qilib qo'ydi. Men bilaman, katta ehtimol shu eng zo'r sartaroshlardan bittasi deb o'ylayman shu odam. Men boradiganlarimdan bittasi. Shunaqa. Xarid qilamiz, misol uchun bozorga boramiz misol. Ko'proq erkinlik beradigan bozorlardan, ko'proq erkinlik yaratganlardan savdo qilaman ko'proq. Supermarketlardan misol uchun. Kiyim oladigan bo'lsam, katta ehtimol supermarketga boraman. Shu nima deydi? Keng assortimentdagi tanlash imkoniyati ko'p bo'lgan, sizni qarorlaringizga birov aralashmaydigan nima deydi, supermarketlarga borib xarid qilish yoqadi. O'sha narsani trend qarasangiz, bozordagi trend qarasangiz shunaqa. Odamlarga ularning qarorlariga aralashadiganlar deyarli yoqmaydi. Odamlarga ularni muhokama qiladiganlar yoqmaydi. Bozor sohasida ko'rish kerak shu narsani. Balki muomalasi yaxshiroqlar yutib ketishi ham mumkin, lekin ko'pincha birovning qaroriga aralashmaydiganlar yoqadi. Shular ko'proq oldinda bo'ladi. Avvallari o'quv markazlarida bitta o'qituvchi dars o'tardi. Bo'ldiydi. Hozircha esa deyarli shahar ichidagi hamma o'quv markaziga borsangiz, men hammasi bo'lmasa ham bir 70-80% ga borsangiz, qo'shimcha o'qituvchisi bor. O'rgana olmasam nima qilaman desangiz, qo'shimcha o'qituvchi qo'yib beramiz deydi, qo'yib berishadi. Endi bo'layotgan trend nima desa, endi bo'layotgan trend ilovasi bor. Ya'ni o'qitish ilovasi bor. O'qitish uchun alohida ilova tayyorlagan, uy vazifalar ilovada qilinadigan qanaqadir o'quv markazlar hozir ko'proq odamlar tomonidan maqtalyapti. O'sha xarakterlar muhit tomonidan, demak, ko'proq rag'batlantirilyapti. Katta ehtimol shular tirik qoladi, qolganlar o'lib ketadi deb o'ylayman. Moslashsa qolish mumkin. Yangi dizaynni biladigan arxitektorlar, ustalar, quruvchilar, kerak bo'lsa sartaroshlar yangi dizaynni biladigan. O'shalar ko'proq qadrli bo'ladi. Chunki odamlar yangilikni xohlaydi. O'zini kasbida qolganlardan bir qadam oldindagilar ko'proq qadrli bo'ladi. Do'konlarda o'zini mahsulotini onlayn bozorga olib chiqqanlar yana ham yaxshiroq savdo qiladi. Misol uchun, jismoniy do'konlar borlar, onlayn do'konda ham mavjud bo'lsa, onlayn bozorda ham mavjud bo'lsa, yaxshiroq savdo qiladi. Onlayn do'koni yo'llardan ko'ra. Yetkazib berish xizmatini qo'ysa, undan ham ko'proq savdo qiladi. Xuddi shunaqa. Bir narsada usta bo'lishning yo'li, bir narsada oldinga chiqib ketishning yo'li. Demak, bozor qaysi xislatlarni, qaysi ko'nikmalarni, qaysi sharoitlarni rag'batlantirayotganini bir ko'rib chiqishimiz. Bozor demaylik, har doim muhit qaysi ko'nikmalarni, qaysi xislatlarni rag'batlantirayotganini ko'rib chiqsak, bizga yordam berar ekan. Xo'p, 5-narsamiz case based reasoning deyiladi. Bu tajriba asosida fikrlash degani. Nima degani bu desa? Bizning muammoyimiz bor. Muammoyimizga yechim topa olmayapmiz, qiynalyapmizda. Lekin bundoq qarasak, o'zimiz tajribamizdan yaxshilab qarasak, mantiqini olib, muammoyimiz mantig'ini, mantig'i har xil muammoni mantig'i bir xil bo'lishi mumkin-da. O'xshash bo'lishi mumkin bir-biriga.
muammodagi qaysidir tushunchalar yangi bo'lishi mumkin, lekin mantiqi bitta bo'lishi mumkin. Avvalroq biz shunga o'xshagan muammo bilan yuzlashgan bo'lishimiz mumkin. Tekshirib ko'ramiz, avval yuzlashganmizmi, yo'qmi? Xo'p, yuzlashgan bo'lsak, shu muammoni olamiz, yechimini bizani o'zimizni hozirgi vaziyatimizga moslaymiz. Ishlamasa, to'liq ishlaydigan qilib o'zgartiramiz. Yangi tajriba, ya'ni biz hozir qilayotgan tajribamiz keyingi muammolarimizga yordam berishi mumkin. Keyingi vaziyatda shunaqa holat kelib qolsa, nima qilish uchun eslab qolamiz bu narsani. Endi shu joyga kelamiz. Xo'p, oldin biz shu narsa muammo bilan yuzlashmagan bo'lsak-chi, bizga butunlay yangi muammo bo'lsa-chi? Xuddiki uylanmagan odam uylangandan keyin butunlay yangi muhitda ayoliga qanaqa muomala qilish kerakligini qattan biladi? U oldin uylanib ko'rmagan bo'lsa yoki farzandli bo'lgan odam avval farzandli bo'lib ko'rmagan, qattan biladi u bolaga qanaqa muomala qilish kerak yoki bolani onasiga qanaqa muomala qilish kerak uylangandan keyin? Ularni bilmasligi mumkin. Xo'p, qattan bilamiz buni? Endi biladiganlar bor-ku, har doim. Biladiganlar atrofimizda to'lib yotibdi. Kimni hayotida shunga o'xshash muammo bo'lgan bo'lsa, o'sha odam oldiga boramiz. Yangi uylanganlar borligi borish kerak. Yangi uylanmagan bo'lsa, avvalroq uylangan, mayli farqi yo'q. Yaqinda o'sha muammolar bilan yuzlashmagan bo'lsa ham, misol uchun tajribasi borlar bilan gaplashishimiz bizga yordam beradi. Uylangan yoshi kattaroq odamlardan so'rashimiz muammolarimizni hal qilishga yordam beradi. Shifokor misol uchun bitta ko'rgan bemorini alomatlariga qaraydi-da. Avvalroq shunga o'xshagan bemor ko'radi, ko'rgan bo'ladi, katta ehtimol mana bu narsa bo'lsa kerak deydi, o'shandan boshlab davolashni boshlaydi. Ehtimol, nima deydi? Eng ko'p ko'rilgan holatlarda o'zi oldin ko'rgan muammolari ichida eng ko'p ko'rgan muammolardan xulosa olib, o'sha bo'yicha muammoni hal qilishga kirishadi boshida. O'qituvchi ham xuddi shunaqa. Bitta mavzuni tushuntirayotganda, eng yaxshi tushuntirish qaysi bo'lsa, odamlar eng tushunish qiynalgan paytda qaysi tushuntirish uslubi yoqqan bo'lsa, qaysi tushuntirish uslubi ishlagan bo'lsa, o'sha uslubdan foydalanadi. O'zim ham shunaqaman. Ba'zan bir xilga darslarda o'zim g'alati bo'lib ketaman. Ba'zan bir xil misollar beraman-da. Nimaga misol bir xil? Lekin o'sha misolim ishlaydi-da. Aytaylik, mana kelasi zamon haqida gapiradigan holatimiz bor. Bashorat qilish haqida gapiramiz misol uchun. To be going to degan narsa bor. O'sha yerda misollarimiz o'xshash bo'ladi ko'pincha. Nimaga desa, o'sha misollar bizga chiroyliroq tushuntirib beradi. Muammolar bolalar tushunishga qiynalgan paytda osonroq tushunishiga yordam beradi. Haydovchi misol uchun, ertalab soat 7 da mana bu joydan ketadi, aytaylik, aylanma yo'l bilan ketayotganda, o'sha yo'l tirband ekan. Ertasi kuni u yo'ldan yurmaydi. Chunki xayolidan bir kun oldin ko'rgan, tajribasidan o'tkazgan, ertasi kuni u muammoga yuzlashmaydi. U biladi chunki. Yoki kimdir telefon qilib, yo'lda ketayotganda, misol uchun biz avtobusda ham ketamiz, misol uchun jamoat transporti boshqalarda ham ketamiz. O'sha liniyada ishlaydigan akalar bir-biriga telefon qiladi. Mana bu yo'ldan yurmang, yo'l yopiq yoki mana bu yo'ldan yuring, yo'l yaxshiroq. Mana bu yo'lda GAI bor yoki mana bu yo'lda misol uchun mana bunaqa muammo bor deb turib aytadi. Telefon qiladi, bir-biriga o'sha muammodan tajriba asosida chiqib ketadi shu muammodan. Bittasi yuzlashadi, keyingilari yuzlashmasligi uchun bir-birini ogohlantirib qo'yadi. Muammo bizda misol uchun bu bitta bir xil muammo misol uchun. Bir vaqtda oralarda bo'layotgan muammo. Yangi elementlar bo'lishi mumkin har doim muammoda. Lekin tuzilishi ko'pincha bir xil bo'ladi. Bir-biriga o'xshaydi muammolar. O'sha tuzilishini anglab olib, o'tmishdan qidirishimiz kerak yoki kimnidir o'tmishidan qidirishimiz kerak. Ahmoq odam xato qiladi, o'rganmaydi, yana xato qiladi. Xuddi shunaqa xato qiladi. Aqlli odam xato qiladi, o'rganadi, keyin qilmaydi. Xo'p, dono odam boshqalarning xatolarini ko'radi, o'zi shuna xatolarni qilmasligi uchun. Boshqalardan ko'ra ko'proq o'rganishimiz mumkin biz. O'zimizda bo'lmasligi mumkin har doim. O'zimiz tajribamiz unaqa ko'p bo'lmasligi mumkin. Endi bozorga kirgan kadr bo'lishimiz mumkin. Lekin boshqalarda har doim bizdan yaxshiroq odam har doim bo'lgan bozorda. O'shalardan o'rganishimiz mumkin. Har doim o'zimiz yaratishimiz shart emas yechimni. Ko'pincha biz mana shunaqamizda, o'zimiz bilsak bildik, bilmasak yaratamizda. Xato qilsak qildik, qilmasak bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q deb harakat qilamizda. Unaqa bo'lmaydi. Bitta muammoyimiz umuman yangi. Xato qilib o'rganamizda. Xo'p, xato qilib o'rganasiz, lekin xatoingiz qimmatga tushsa-chi?
Kimdandir so'rab qo'yish mumkin emasmi? Yoki kimdandir maslahat olish mumkinmi? Shu sohada sizdan ustaroq, shu muammoni yaqinda hal qilgan yoki shu muammoni boshidan o'tkazgan odam sizdan ustaroq bo'lishi mumkinmi? Katta ehtimol ustaroq bo'ladi. Shunaqa odam topsa bo'ladi. Qidirib ko'ring hech bo'lmasa. O'zimiz hal qilamiz deb ko'pincha o'zimiz ko'tara olmaydigan muammolarni keltirib chiqarishimiz mumkin-da. O'sha sinab ko'rgan uslubimiz orqasidan. U bizga qimmatga tushishi mumkin. Bitta mahsulot oldingiz, yaxshi chiqmadi-da, qaytib olasizmi shu mahsulotni misol uchun? Katta ehtimol olmaysiz. Bir safar yaxshi chiqdi. Unaqa bo'lmaydi. Shu yomon chiqdimi, bo'ldi, qaytib olgingiz kelmaydi o'sha odamdan yoki o'sha mahsulotdan. Buni 3 xil uslubi bor, misol case based reasoning degani, shu tajribaga asoslanib fikrlash, rule based degani, rule based reasoning degani ham bor, u qoidaga asoslanib fikrlash. Va first principles thinking degan narsa bor. Uni yaqinda podkastimizda ham gaplashdik. Adashmasam 16-sonda ham shunaqa asosiy prinsiplar, asosiy tamoyillar bilan fikrlash degan. Bir narsani asosida nima yotibdi deb fikrlashimiz haqida. Bu 3 ta narsani birlashtirib muammolarimizga osonroq yechishimiz mumkin. O'zimizni o'tmishimizdan, o'zimiz o'rgangan narsalarimizdan, tashqi tarafdan va muammoni ildizida nima yotganini yaxshiroq tushunib javob berishimiz mumkin o'sha muammoga. Yaxshiroq tushunib reaksiya qilishimiz mumkin o'sha muammoga. Avval men o'zimda shuna holat bo'lardi. Oilada muammo bo'lsa, bolalarga aytilish kerak emas deb hisoblardim. Bu to'g'ri deb hisoblardim. Yoshligimizda, misol uchun, bizning uyimizda muammo bo'lgan bo'lsa, deyarli yetishmagan bizga ham. Anaqa muammoyimiz bor deb turib, shu 7-8 yoshimizda, balki 9-10 yoshimizda ham, undan keyin ham balki yetishmagan. Keyinchalik yetish boshlangan, 14-15 yoshimizda adashmasam yoki 12-13 yoshimizda yetish boshlangan bu muammolar. Men hozir o'ylayman, bolaga o'sha 7 yoshidan, 6 yoshidan kerak bo'lsa, uyda bo'layotgan muammolarni katta odamday fikrlab, yechishga harakat qilishga yordam berish kerak shu narsalar. Nimaga? Xo'p. Bu narsa nima qiladi? Xo'p, bolani bolaligiga qo'yib berish to'g'ri, yaxshi narsa, lekin bola har doim bola bo'lib yashamaydi. Bola katta bo'ladi. O'zini katta bo'lganini his qilish yo'qadi unga. Siqilmaydi, u bola siqilmaydi. Bola o'ylaydi, bola o'ylashga o'rganadi. Sizni fikrlashingiz unga yuqadi. Siz muammoni aytyapsiz, mana bunaqa muammomiz bor bolam desangiz, misol uchun bola o'ylaydi. Mana bunaqa qilib ko'rsak bo'lmaydimi? Ha, yo'q bo'lmaydi. Mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi. Ha, buni qilib ko'rsak bo'ladi. Ha, bu bo'ladi. Yaxshi aytding. Mana bunaqa. Ha, bu o'rgandi o'sha. Maqtadingiz. Bola katta odamday fikrlashni o'rganadi. Bolaga kattaroq narsalarni yoshligidan singdirishni boshlaymiz. Men hozir shu narsani tarafdoriman. Ota-onalar ko'radigan bo'lsa, bolalarga muammolar aytish kerak. To'g'ri, ota-onaga aytish kerak emas, ota-onaga aytish kerak emas, chunki ular siqiladi. Ular yechim beradi, lekin ular siqiladi. Bolalarga aytsangiz-chi. Bolalarga aytsangiz, bolalar siqilmaydi. Bolalar o'yin qaroqligi bor. Bolalar hozir gapirgan gapingiz 1 soatdan keyin esdan chiqib ketadi. Lekin ular kattaday fikrlashni o'rganadi. Bu narsa ularga kelajakda juda katta foyda beradi. Kelajakda bu yechimlar aniq foyda beradi unga. Ko'proq tajribalilarni muammoni tezroq hal qilishi shundan bo'ladi. Tajribasi ko'proqlar osonroq hal qiladi. Zo'r advokatlar bitta sudda o'zidayoq zo'r himoya qilib qo'yadi. Zo'r prokurorlar bitta sudda o'zidayoq kerak bo'lsa, shu qamalish kerak bo'lgan odamni qamab yuborishi mumkin. Tajribasi ko'p uni. Shu hisobiga u sudda yutish oson bo'ladi. Muzokara olib borish uchun qancha tayyorgarlik ko'ramiz, misol uchun. Kuchli odam bilan muzokara qilishingiz kerak bo'lsa, kuchli tayyorgarlik ko'rasiz. Mana bunaqa javob bersa nima qilamiz? Mana bunaqa javob beramiz. Oldin mana bunaqa javob beruvdi. Mana bunaqa javob bersam yaxshiroq bo'ladi. Demak, mana odam mana bunaqani yaxshi ko'rar ekan, mana bu odam mana narsani yomon ko'rar ekan. Yaxshi ko'rgan, yomon ko'rgan narsalarni bilib olsak, unga yutishimiz osonroq bo'ladi. Chunki uni yaxshi ko'rgan tomonidan boshlashimiz bizani yutishimizni oson qiladi. Muammoga atrofdan yechim qidiramiz. O'zimizdan yechim qidiramiz. Shu muammoni yechimini topib, keyin yondashsak, osonroq yondashamiz. Buni qilib ko'rsam qilib ko'rdim, qilib ko'rmasam bo'lmaydi. Boshqasini qilib ko'raman. Bo'lmaydi, unaqa bilan ishlab bo'lmaydi. Unaqa bilan biz ishlab o'zimizga o'zimiz yana ham kattaroq muammolar shakllantirib olishimiz mumkin. O'zimiz ko'tara olmaydigan yechimlar berib qo'yishimiz mumkin muammoga. Qimmatga tushib qolishi mumkin. Qilayotgan ishimizdan demotivatsiya bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun tinchgina avval shu muammoni yechimini yaxshilab o'ylab ko'ramiz, o'zimizda bormi yo'qmi? Yo'q bo'lsa atrofdan qidiramiz. Topib olganimizdan keyin yoki kimdandir maslahat so'rab, ana undan keyin yondashsak yaxshiroq bo'ladi. Ko'pincha yechimini topamiz. Ko'pincha yechim aniq bo'ladi.
Xo'p, bugungi o'rganishimiz kerak bo'lganlar shu edi. Ozgina uzunroq bo'ldi podkastimiz. Bu epizodda 44 minutdan oshiqroq gapiramiz. Xo'p. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yoqmagan bo'lsa, tushunmagan bo'lsanglar, qaysidir joyda muammo bo'lgan bo'lsa, shu joyini yozib qoldiringlar. Yana ham yaxshiroq tushuntirishga harakat qilamiz. Qaysi misollar yoqdi, qaysi misollar yoqmadi. Qaysi fikrimizga qarshisiz, shularni yozib qoldirsanglar, juda ham xursand bo'lardik. Vaqtinglar biz uchun juda ham qadrli. Foyda bera olgan bo'lsak, bu narsani his qilish biz uchun undan ham qadrliroq bo'lgan bo'lardi. Rahmat hammaga, charchamanglar.